Biz zombi degan ismni qaytadan tirilib dunyoga qaytgan va kechada harakat qiladigan qo'rqinchli arvohlar deb tushunamiz. Chunki Amerika Hollywood shirkati 1968-yildan boshlab zombi nomida ishlagan filmlarida zombini qaytadan tirilgan o'liklar va kechada harakat qiladigan jasadlar sifatida aks ettiradi. Shundaqla hozir zombi nomida yasalayotgan aqliy telefon o'yinlaridami osonlikcha o'lmaydigan qo'rqinchli arvohlar sifatida aks ettiriladi. Shuning uchun avlodlarimiz zombi degan ismni anglasa qo'rqinch bosadi. Afsus bu zombi degan ismning aslida nereden kelgan, kimning ismi ekanligini ko'pinchimiz bilmaymiz. Biz bugungi sonimizda nomi satlashtirilgan musulmon qo'mondan zombi bilan tanishib chiqamiz. 16 asrda qul tijarati eng avjiga chiqdi. Qul savdosi Yevropa, Shimoliy Amerika va Janubiy Amerika qit'alarining asosli tijorat turiga aylanadi. Afrikada Yevropa va Amerika qit'alariga top-top yig'ib qul sotadigan vakolatchilar paydo bo'ladi. Ular qorong'u kechada yezi kentlarga ushtumtut hujum qilib, bir butun kentning hammani asirga olib, qul qilib Yevropa va Amerika qit'alariga sotadi. G'arb davlatlari mustamlikani qurib chiqish uchun Afrikadan nurg'un miqdorda qullarni sotib olib, ishg'oliyat ostidagi davlatlarga yo'tkaydi. Ularni tirikchilik va binokorlikqa o'xshash ig'ir emgaklarda ishlatadi. Tarixiy manbalarda Latin Amerikasiga yo'tkilgan qullarning soni 13 milliondan oshganligi so'zlanadi. Mushu davrda Braziliya Portugaliyaning ishg'oliyati ostida bo'lib, Portugaliya asli nufusi 57 mingdan oshmaydigan Braziliyaga Afrikadan 500 mingdan ortiq qul yo'tkaydi. Qullarning ko'p sonligi o'qish, yozish va ziroat, binokorlik ishlarida mahorat biladigan musulmonlardan tarkib topgan bo'lib, ig'ir emgak va iskanjalarga uchraydi. Qiyin qistoqlarga chidamagan bir bo'lak musulmon qullar o'rmonliqlarga qochib ayrim yashashga boshlaydi. Ularning soni kundan-kunga ko'payadi. Braziliyaning namrat yerlik fuqarolarimi bularga qo'shiladi. Ular o'zlariga Ginga Zumba ismli bir odamni boshliq qilib saylaydi. Portugallar qarashtirish uchun diniy ta'lim, tarbiya va jihad tashviqotlari kuchab tashviq qilinadi. 1600-yilning boshlarida Ginga Zumba boshchiligida 30 ming kishilik qo'shin Belmaris shahriga to'planib, Portugallarga qarshi inqilob qo'zg'aydi. Portugaliya bularni bo'ysundirish uchun bir qancha qatim urush qilgan bo'lsa-mu mag'lub bo'ladi. Bularning o'rtasida urush bir qancha yil davomlashadi. Oxirida Portugaliya podshohi Ginga Zumbaga qurol tashlab bo'ysunish badaliga hammani ozod qilib o'tishni va'da qilib sulhi talab qiladi. Ko'p sonli xalq va askarlarning qarashtirishiga qaramay Ginga Zumba bu sulhini qabul qiladi. Zombi Ginga Zumbaning jiyani ham muhim qo'mondoni bo'lib, har qatimliq urushga birga chiqadi. Zombi sulhiga qarshi askarlar bilan birlashib, tag'isi Ginga Zumbani taxtdan tushirib, o'zi bosh bo'ladi. Shundaqla bu sulhini amaldan qoldirib o'tadi. Zombi podshohlikni qo'lga olibla mudofaadan hujum qilib, Bahia viloyatidan 20 necha o'rinni egallab, mustaqil kichik bir islom davlati qurib oladi. Portugallar bu kichik davlatga uzluksiz hujum qiladi. 1694-yili Belmaris qo'ldan ketadigan oxirgi urushda zombi ig'ir yaralanadi. Odamlar Portugallarning qo'liga tushib qolib, qiyin qistoqda zombining yushirilgan joyini aytib berdi. Portugallar zombini qo'lga tushirib 1695-yili 20-noyabr kuni zombining quloq, ko'z va butun a'zolarini kesib, qayta qo'zg'olon ko'tarishning oldini olish uchun xalq olamiga ibrat qiladi. Ammo zombining o'limidan keyin isyonlar har tarafdan texim avjiga chiqib, uzun yil tirkishadi. Uzun yillik kurash va qurbonlik natijasida 1888-yili Braziliyada qulluq tuzumi bekor qilinadi. Asli afrikalik Braziliya fuqarolari hali ham 20-noyabr kuni yig'ilib qo'mondoni zombini aslashadi. Mana bu ahli saliblar bilan uzun yil kurash qilgan Braziliyada islom davlati qurgan haqiqiy zombi. Avlodlarimizni qo'mondonlarimizning nomi va obrazini xunuklaştiradigan o'yin va tashviqotlarga tashlab qo'ymaylik. Ularga haqiqiy tarixni yetkazaylik. إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث